Internet insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biri. U masofalarni yo'q qildi. Insonlar o'rtasidagi aloqani yangi bosqichga olib chiqdi. Ilm, fan, ta'lim, madaniyat va axborot olamiga keng yo'l ochdi. Biroq afsuski, bu imkoniyatdan hamma ham yaxshi maqsadda foydalanmayapti. Guvohi bo'lib turganimizdek, undan buzg'unchi guruhlar ham o'zlarining manfur maqsadlari yo'lida foydalanmoqda. Taassufki, nosog'lom va xatarli g'oyalarni tarqatmoqda. Biz ushbu murojaatda yoshlarga, ularning ota-onalari va ustozlariga, umuman har bir mas'uliyatli insonga qarata o'zimiz va atrofimizdagilarni turli xatarlardan himoya qilaylik, jamiyat tinchligi va barqarorligini birgalikda asrab-avaylaylik demoqchimiz. E'tibor beryapsizmi? Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda asosan yoshlar ba'zan bilib, ba'zida bilmasdan ana shunday vayronkor g'oyalar ta'siriga tushib qolayotgan aks etgan kontentlarga tez-tez ko'zimiz tushmoqda. Hatto xato qilganini tushunib yetgach, afsus nadomat qilib ko'z yosh to'kayotganiga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Nahotki shularni ko'rib ham farzandlarimizning aldanishiga jim qarab tursak? Yo'q, masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi. E'tiborni kuchaytirishimiz, yoshlarimizni birgalikda himoya qilishimiz kerak. Savol tug'iladi. Kimdan va nimadan? Javob esa oddiy. Din nomidan gapirib buzg'unchilikka chaqirayotgan, jamiyatda nizo va adovat urug'ini sochayotgan shaxslar va ularning g'oyalaridan hamda turli jozibador chaqiriqlar va qo'shtiroq shirin va'dalardan. Yoshlarimizning sog'lom dunyoqarashini izdan chiqarib, ularning hayotiy maqsad va kelajagini xavf ostiga qo'yadigan shaxslar va ularning iddaolariga qarshi birgalikda jiddiy kurashishimiz shart. Qadrli yoshlar, o'quvchi va talabalar, turli buzg'unchi g'oyalar tuzog'iga tushib qolishdan saqlaning. Dindan o'z manfur maqsadi yo'lida foydalanayotgan shaxslar hayotingiz va orzularingizni barbod qilishiga aslo yo'l qo'ymang. Taqiqlangan internet manbalaridan yiroq bo'ling. Din masalasida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki savollaringiz bo'lsa, rasmiy sahifalardan foydalaning. Aziz ota-onalar va mas'ullar, farzandlaringiz bilan muntazam muloqotda bo'ling. Media makondagi faoliyatini nazoratsiz qoldirmang. Ularni eshiting. Tushunmaganini tushuntiring. Agar bugun biz ularni eshitmasak, ertaga ular bizni eshitmaydi. Bugun ularni ilm, ma'rifatga, kasb, hunar va sportga yetaklamasak, buzg'unchilar albatta o'z yo'li tomon yetaklaydi. Zero farzandlarimiz ongini turli xatarlar va buzg'unchi g'oyalardan himoya qilish barchamizning burchimiz hisoblanadi. Unutmang, onlayn makondagi hushyorlik real hayotdagi xavfsizlikning kafolatidir.